Yangi yo'lga emas ekanmi? Ukam yurasizmi? Ha, opam yuramiz, o'tirib turing, yana 3 kishi oling. Qolgan 3 ta odamning ham pulini men beraman. Tezroq haydang, shoshilyapman. Bo'ldi, ketdi. Allohim o'zing yo'llarini bexatar qilgin. Allohu akbar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana yangi yo'lga ham yetib keldik. Rahmat. Kechirasiz, sizga bitta savolim bor edi. Xo'p, eshitaman. Har doim shu yo'lda taksida qatnayman, lekin siz qilgan ishni hali hech kim qilgani yo'q. Mashinaga o'tirishim bilan oynani tepaga qaratib qo'ydingiz. Meni ham oilamda onam, ayolim, singlim, opam, xolam, ammam borlar. Keyin ko'chaga tirikchilik qilaman, uyimga 4 tona olib kiraman deb chiqqanman. Lekin lagan emas. Baraka toping, sizdek shofyorlar ko'payaversin mana. Rahmat. Menga qara, arendaga 01 mashina haydab olib, xohlagan ishimni qilaman deb o'ylaysan pitakda. Bilmasang bilib qo'y, shahar senga bedarvoza emas. Qishloqqa. Menga qara, sana mana bitta osmonni tagida bitta yurtda yashasa, bozorimizdan bir bo'lsa, nima menda osti joyim bor? Nimanga katta ketyapsa? Gap borib agar kuchga taqalib o'tgan bo'lsa, kuch eshikda ham bor. Bittaga kelsa, sana mana tirikchilik qilamiz, oilamizga 4 tona olib kiramiz deb chiqqanmiz. Keyin bitta narsani bilmasang bilib qo'y. Karvon ko'p, rixsi bo'ling. Toshkentlik. Alo. Ha, nima qilyapsiz? Va alaykum assalom. Xonim yevonmi? Qaysi o'ynashingizniki emas, xonimmi? Jinni, bo'ladigan gapni gapirga Sobirahim pitakimni yangi ochilgan Gumma xonimdan onasi. Aniqmi? Xotirjam bo'l onasi. Men ko'chaga tirikchilik qilaman. Oilamga 4 tona olib kiraman deb chiqqanman. Lekin lagan emas. Kam, mashinang gazmi, benzinmi? Gazda aka. Hozir gaz bo'lmasa bo'lmayapti-ku. Mashina arendami yo o'zingnikimi? Arenda aka, xudo xolasa 6 oy qolgan. Gap yo'q. Nexia bir bar legendali. Mana shuni bozor oldiga tashlab ketarsan-a? Xo'p bo'ladi, xo'p. Ye. Do'dan narsalar olib ketib-yu. Olib borib beraman. Marxchim so'rab kelmadimi? Yo'q, tinchlik. Ha, tinchlik. So'rab kelsin, o'g'rim berib bor. Rahmat. Mashinangizni yaltillatib olib, menga ko'chaga kiraga ketyapman deb qizlarni aylantirib yurasiz-a? Mani xotinim, mashinam ham chiroyli. Keyin bu mashinani tozalavurishimga kelsa, onasi har xil inson chiqadi-da. Tozalikda gap katta. Keyin men ko'chaga tirikchilik qilaman, oilamga 4 tona olib kiraman deb chiqaman. Lekin lagan emas. Qarang-da. Oy, ota aylanib ham o'rgilib ham qo'shig'ini topadi. Adasi, hadeb o'zingiz yeyorasizmi, xonimmi? Xo'sh, maqsad ko'chchi onasi. Biza ham bir yillik Gumma xonim o'ynab kulib borib kelardik, bitis qilib. Bitis, sabufer. Ishqim seni to'ydirishga pulim yetsa bo'ldi. Bo'pti, yura boraman. Hozir kiyinib chiqing. Bo'la qolgin, Hozir chiqyapman. Oo, jujuvona Mariya qayerda? Har holda shaharga ketyapman. Shaharga deysanmi? O'tirchi. Voy, Gumma xonim uyimizdan oldida ekan-u. Ha, onasi yangi yo'lda o'zimizning mahallada ro'vodining ro'parasida ochildi-ku. Yur ketdi maza ovqatlanamiz onasi. Shaharga bormaymizmi? Aloqa onasi so'masin, sig'di devor. Meni shahar ikidan yegim kelyotdi. Nima farqi bor? Sobirahimda ham, bettiga ham yangi ochilgan filiali. No, qanchoy betda ham tekin. Aloqa so'masdan yurib, ol. Yuring, mana mashina. O'tirib tursangiz, yuklarni joylab o'tiraman hozir. O'tirib turing. Hatta qaytasiz endi aka? Koreyadan kelyapman aka. Ha, yaxshi. Uydagilar to'y boshlab qo'yishgan. O'shaning uchun keldim. To'y o'tkazib uydagilarni olib yana qaytib ketaman. Shunaqa planlar. Kelib qolamiz, shu yerda tushib qolaman. Adajon, assalomu alaykum. Tinchlikmi? Nega siqilib turibsiz? Yaxshi keldingmi o'g'lim? Senga qanday yetishni bilmay turibman. To'yga yuborgan pullaringni yo'qotib qo'ydim.
Shunaqa deng. Nima qilishni bilmayman, bolam. To'y kuni belgilangan. Hammani aytib qo'yganman. Mayli o'ylamang, ada, hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum amaki. Meni taniyapsizmi? Alaykum assalom. Ukam, hozir o'zimni zo'rg'a tanib olmadim. Sani qayerdan taniyman? Menda sizning omonatingiz bor. Hozir tanib olasiz. Hozir. Amaki, men omonatni mashina tushirib qoldirgan ekansiz. Rosa o'g'ri bo'lib sizni qidirdim. Topolmadim. Kechalari bilan ko'zimga uyqu kelmadi. Men olay omonatingizni. Endi esladim seni. Birovni haqqidan qo'rqadigan mard bola ekansan. Rahmat senga. Assalomu alaykum tog'a. Yaxshimisiz? Jiyan, va alaykum assalom. Tinchlikmi tog'a? Nima chaqiruvdingiz? Assalomu alaykum. Sen bu yerda nima qilsan? Kira qilib kelib qoldim. Jiyan, bu bolani taniysanmi? Taniyman tog'a. Mendan arendaga mashina olgan-ku. Mana men mashinam. Tandan qarz so'rayman deb chaqirdim. To'y pulini yo'qotib qo'ydim. Mana shu bolani mashinasida tushib qolgan ekan. Qaytarib olib berdi. Baraka topsin. Shuncha pulni topib olsan, ahmoq mashinani arendasini yo'q solmaysanmi? Arzimagan 6 oy qoluvdi-yu. Qizig'imisiz aka, nima deganingiz bu? Sizdan mashinani tirikchilik qilaman. Uyimga 4 ta olib kiraman deb olganman. Birovni haqqini yegan emas. Baraka top, o'g'il bola, mardga mardma. Ertaga ziyon natarsiga tushsang, mashinani nomingga o'tkazib beraman. Natarsi ham mendan. Rahmatli otam aytardilar, bu hayotda ikkita narsadan tiyilgin deb. Birinchisi birovni ayoliga ko'z tikishdan, ikkinchisi birovni haqqini yeyishdan. Katta bo'lib bu gaplarning hammasini mag'zini tushunib yetdim. To'g'rilikda bu hayotda gap katta ekan. Rahmat aka sizga.